Rossiyada 1-maydan 10-maygacha uzluksiz dam olish kunlari deb e'lon qilindi. Epidemiologik vaziyatning yomonlashuvini oldini olish maqsadida Rossiyada 1-maydan 10-maygacha uzluksiz dam olish kunlari deb e'lon qilindi. Toshkent Sputnik nashri xabar bermoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin may oyining boshida 10 kun dam olish kuni e'lon qildi. Rossiya prezidenti Rospotrebnadzor raisi Anna Popova bilan uchrashuvdan so'ng ushbu qarorga kelgan. Agar sizningcha bu kerak bo'lsa, mayli, shunday bo'la qolsin. Bugun taalluqli farmonni imzolaymiz, dedi Putin. Popova xulosasiga ko'ra, fuqarolar shaharlar orasida yoki shahar va dala hovli orasida ortiqcha harakatlanganda koronavirus tarqalish holatlari ko'payishi va epidemiologik vaziyat yomonlashishi mumkin. Ish kalendariga ko'ra, Rossiyada 2021-yilda 1 va 3-may va 8-10 may kunlari rasmiy dam olish kunlari deb belgilangan edi. Prezident farmoni imzolangandan so'ng esa 1-10 may kunlari uzluksiz dam olish kunlari bo'ladi. Manba Sputnik.uz. Migrantlar koronavirusga qarshi emlanishi mumkin. Moskva muftiysi migrantlar koronavirusga qarshi emlanish imkoniyatiga ega. Albert Kirganov. Toshkent Sputnik nashri xabar bermoqda. Rossiyada qonuniy migrantlar koronavirusga qarshi emlanish imkoniyatiga ega va buni amalga oshirish kerak, dedi Rossiya musulmonlar kengashi rahbari Moskva muftiysi Albert Kirganov. RIA Novosti xabariga asosan, avvalroq Federatsiya kengashi raisi Valentina Matviyenko MDH davlatlari mehnat migratsiyasining avvalgi hajmini tiklashga tayyorgarlik ko'rish, bu jarayon sanitariya talablarini hisobga olgan holda amalga oshirish zarur deb aytgan edi. Kirganovning so'zlariga ko'ra, koronavirus bilan bog'liq vaziyat asta-sekin normal holatga kelmoqda. Odamlar emlanmoqda. Rossiyada qonuniy migrantlar sonini tiklash haqida o'ylash kerak. Biz migrantlarni mamlakatga kelayotganlarni ham, Rossiyada bo'lganlarni ham emlanishga chaqiramiz. Rossiyada qonuniy migrantlarni emlash bo'yicha hech qanday cheklovlar yo'q. Ular emlanmoqda. Migrantlar ayniqsa xizmat ko'rsatish sohasida, oziq-ovqat yetkazib berish, taksida ishlayotganlar emlanishidan hamma manfaatdor, dedi Kirganov. Avvalroq u migrantlarga o'z huquqiy maqomini tartibga solishga chaqirgandi va buning uchun barcha sharoitlar bor deb ta'kidlagandi. Rossiya musulmonlar kengashi loyihamiz doirasida migrantlarni huquqiy muhofaza qilish va madaniy adaptatsiya markazi ma'rifiy targ'ibot ishlarini olib bormoqdamiz. Doimiy ravishda migratsiya ro'yxatidan o'tish kerakligi va buning uchun nima qilish kerakligi haqida aytamiz. Hujjatlarni taqdim etib, ularni qanday to'ldirish kerakligini tushuntiramiz. Ayni vaqtda markazda o'z huquqiy maqomini tartibga keltirmoqchi bo'lgan bir necha ming migrant bilan muloqot qilinmoqda. Biz ularga yordam qo'lini cho'zishimiz kerak, deb tushuntirdi muftiy. Uning so'zlariga ko'ra, legallashtirish yo'lidagi muammolardan biri bu bozorda faoliyat yuritayotgan firibgarlar. Bundan migrantlarni to'sish kerak. Bu migrantlar uchun ham, rossiyaliklar uchun ham yaxshi, deb xulosa qildi Kirganov. Aprel oyi boshida koronavirus tarqalishiga qarshi kurashish bo'yicha tezkor shtab Rossiya Federatsiyasi ish beruvchilar uchun COVID-19 ga qarshi emlashni majburiy qilishni rejalashtirmaganligini ma'lum qilgandi. Manba Sputnik.uz. Deputatlar o'simlik yog'ini QQSdan vaqtincha ozod qilish haqida qonun qabul qilib, Senatga yubordi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi ayrim turdagi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida qonun qabul qildi. Qonun pandemiya davom etayotgan davrda aholining asosiy oziq-ovqat mahsulotlariga ehtiyojni ta'minlash va narx-navo o'sib ketishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan. Bu haqida deputat Farhod Zaynev ma'lum qildi. Qonun Senatda ma'qullanib, prezident tomonidan imzolansa, 2021-yil 1-maydan 31-dekabrga qadar quyidagilar qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinadi. O'zbekiston Respublikasi hududiga o'simlik yog'i, kungaboqar va zig'ir urug'i, shuningdek xo'jalik yurituvchi subyektlariga o'zlari import qilgan kungaboqar yog'i va kungaboqar urug'larini qayta ishlash natijasida ishlab chiqarilgan o'simlik yog'ini 50% dan oshmagan qismini eksport qilishga ruxsat beriladi. Davlat bojxona qo'mitasi xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan import qilingan kungaboqar yog'i va kungaboqar urug'larini qayta ishlashdan olingan o'simlik yog'i hajmiga nisbatan eksport shartnomalari doirasida amalga oshirilgan eksport hajmi 50% dan oshishiga yo'l qo'ymasligi bo'yicha nazorat o'rnatadi. Deputat Doniyor G'aniyevga ko'ra, qonun 1-maydan kuchga kirsa-da, uning e'lon qilinishi bozorga o'z ta'sirini ertadanoq o'tkazadi. Narxlar kamida 10%, taxminan 2000 so'm tushadi, deb prognoz qilinmoqda, dedi G'aniyev Kunuz muxbiri bilan suhbatda. Senatning 14-yalpi majlisi 23-aprel kuni bo'lib o'tdi. Navbatdagi yalpi majlis qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Bugungi majlisda Senat raisi Tanzila Norboyeva bosh prokurordan kundan kunga oshib borayotgan yog' va oziq-ovqat mahsulotlari narxini
fuqarolarni nazoratga olishni so'radi. Manba kun.uz. Yaqinlaringizga ham yuborishni unutmang. Xorijda pulsiz qolgan O'zbekiston fuqarolariga qarz beriladi. O'zbekiston fuqarolari moliyaviy yordam, qarz so'rab xorijiy davlatdagi elchixona yoki konsulliklarga murojaat qilishlari mumkin. Toshkent Sputnik nashri xabar bermoqda. Xorijda pulsiz qolgan O'zbekiston fuqarolariga qarz beriladi. Bu haqida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xabar bermoqda. Qarz turli davlatlarda quyidagi miqdorda beriladi. Avstriyada $100, sutkalik yashash uchun $800, transport uchun. AQShda $100 dan $1000gacha. Afg'onistonda $50 dan $250gacha. Afina shahri $100 dan $600gacha. Birlashgan Arab Amirliklari $125 dan $300gacha. Bangkok shahri $70 dan $600gacha. Belarus $65 dan $500gacha. Belgiya $150 dan $1000gacha. Buyuk Britaniya $100 dan $800gacha. Germaniya $100 dan $600gacha. Indoneziya $100 dan $1000gacha. Ispaniya $100 dan $600gacha. Isroil $100 dan $600gacha. Italiya $100 dan $600gacha. Koreya Respublikasi $100 dan $500gacha. Kuvayt $100 dan $1000gacha. Qirg'iziston $50 dan $100gacha. Latviya $100 dan $600gacha. Malayziya $70 dan $600gacha. Misr $70 dan $800gacha. Ozarbayjon $50 dan $400gacha. Pokiston $70 dan $500gacha. Polsha $100 dan $800gacha. Rossiya $50 dan $400gacha. Vladivostok shahri $50 dan $800gacha. Saudiya Arabistoni $100 dan $600gacha. Singapur $125 dan $800gacha. Tojikiston $50 dan $100gacha. Turkiya $100 dan $400gacha. Turkmaniston $70 dan $200gacha. Ukraina $100 dan $500gacha. Omon $70 dan $600gacha. Fransiya $100 dan $650gacha. Xitoy $100 dan $600gacha. Guanzhou shahri $100 dan $700gacha. Qozog'iston $50 dan $100gacha. Hindiston $100 dan $500gacha. Eron $70 dan $400gacha. Yaponiya $150 dan $1000gacha. O'zbekiston fuqarolari moliyaviy yordam, qarz so'rab xorijiy davlatdagi elchixona yoki konsulliklarga murojaat qilishlari mumkin. Manba Sputnik.uz. 100 dan ortiq xorijliklarga Rossiyaga kirish 40 yilga taqiqlandi. Ichki ishlar vazirligi Moskva hududida bo'lib o'tgan norozilik namoyishlarida ishtirok etgan xorij fuqarolariga Rossiyaga kirish taqiqlandi. Toshkent Sputnik nashri xabar bermoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi 22 nafar xorijiy davlat fuqarolariga yaqin 40 yil ichida Rossiyaga kirishni taqiqlab qo'ydi. Ushbu choralar Moskvada hukumatga qarshi bo'lib o'tgan norozilik namoyishlarida ishtirok etgan xorijiy fuqarolarga nisbatan qo'llanilgan. Moskva hududida bo'lib o'tgan noqonuniy norozilik namoyishlarida ishtirok etgan 122 nafar xorijiy fuqarolarga nisbatan Rossiya 114-sonli FKning 27-bandi 1-1 bo'limiga asosan Rossiya hududiga kirishni 40 yilga taqiqlash to'g'risida qaror chiqarildi, dedi Moskva ichki ishlar bo'limi boshlig'i, migratsiya bo'limi boshlig'i Dmitriy Sergeyenko. Bundan tashqari Rossiya ichki ishlar vazirligi terrorchilik faoliyatida ishtirok etgani gumon qilinayotgan 10 nafar xorij fuqarolariga ham Rossiya hududiga kirishni taqiqlab qo'ygan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyada vaqtinchalik mehnat faoliyatini olib borayotgan o'zbekistonliklardan ommaviy norozilik tadbirlarida ishtirok etmasligini so'ragan edi. Manba Sputnik.uz. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi dasturimiz ham ushbu xabardan iborat edi. Agarda sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta ushbu videoga like qo'yib, kanalimizga obuna bo'lib, yaqinlaringizga ham yuborishni unutmang.